bu uzida apparat xuddi boshqa uzida apparatlarga o'xshaganmi? Yo'q, bunda faqat biza teri holatini o'rganishimizda foydalanamiz. Aynan teri kasalliklaridan atopik dermatit, neyrodermit, ekzema kasalliklari, undan tashqari terining hosilali kasalliklari, ya'ni hollarni, hosilalarni qon tomir bilan bog'langanlik darajasini aniqlashimizda ahamiyatga ega. Hosilalarni xavfli yoki xavfsiz ekanligini baholashimizda ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Demak, bu uzida apparati teridagi bo'layotgan muammolarni aniqlab berishda yordam beradigan apparat hisoblanadi, to'g'rimi? Aniqlab berishda, undan tashqari biza har ya'ni teri kasalliklarini dinamikasini ham baholashimizda, ya'ni davolash jarayonida qanaqa kechayotganligini baholashimizda ham bu apparatdan foydalanamiz. Bu apparatda biza 4 datchikdan foydalanamiz. Video dermatoskop va 2 ta B rejimida ishlaymiz va Doppler rejimi bor. Bu orqali biza hosilaning qon aylanish darajasini baholashimizda foydalanamiz. Bu apparat men uchun yangilik bo'ldi va agarda sizning ham teringizda muammolar bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizning markazimizga murojaat qiling, aynan xizmatimizdan foydalanib teringizdagi muammolarni bilib oling.